Andijon viloyati travmatologiya ortopediya shifoxonasida muhim yangilik. Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya ortopediya ilmiy markazidan tashrif buyurgan oliy toifali shifokor bel umurtqasi kasalliklarida endoskopik jarrohlik amaliyoti asoschisi Hamdam Sultonovich tashrif buyurdi. Nafaqat Andijonda, balki vodiyda birinchilardan bo'lib, bel umurtqasi disk churralarini turi 3 skopli endoskopik apparat yordamida suyakka ziyon yetkazmagan holatda operatsiya o'tkazish aynan shu shifoxonada yo'lga qo'yildi. Andijon viloyat travmatologiya ortopediya markazida ikkinchi marotaba tashrif buyuryapmiz. Birinchi marta tashrif buyurganimizda bir nechta bemorlarni ko'rib o'tkazdik va amaliy, ya'ni operativ muolajalarni o'tkazdik. Bugun xudo xolasa yana bir nechta bemorlarimiz operatsiyaga tayyorlangan. Aynan umurtqa pog'onasining muammolari, ya'ni endoskop, hech qanaqa kesimsiz disk churralarini olish, umurtqa kanalini kengaytirish operatsiyalari rejada ko'zda tutilgan. Endilikda Andijon aholisi ortiqcha ovoragarchiliklarsiz poytaxtga yoki chet davlatlariga borishlari shart emas. Hozirgi operatsiyaga tayyorlangan bemorimizda bir vaqt o'zida L3, L4, L5 sohasidan disk churrasini olish va umurtqa kanalining kengaytirish kanalini ochmasdan turib endoskop yordamida operatsiyani amalga oshiramiz. Mana men shu 3-4 yildan beri og'rib, ko'p yerda yotib chiqdim. Mana shu jarrohlik yo'li bilan lazerda operatsiyaga keldim. Xohlasa kayfiyatlar yaxshi. Bugungi operatsiya nevrologik muammo sabab hayot sifati pasaygan bemorning sog'ligini tiklashga qaratilgan. Jarayonning har bir bosqichi aniq protokollarga amal qilgan holda mutaxassislar nazorati ostida olib borilmoqda. Ko'p yillik tajribaga ega jarroh har bir tashrifida nafaqat bemorlarga, balki yosh shifokorlarga ham amaliy bilim ulashadi. Hozirda shifoxonamizda Andijon viloyatida ilk bor bel umurtqalari disk churrasini endoskopik usulda olish yo'lga qo'yildi. Toshkentlik mutaxassisimiz Hamdam Sobirovich bilan birgalikda shu operatsiyalarni boshladik. Xudo xolasa bu Andijon ahlimizga bu birinchi o'rinda manfaatli bo'ladi. Mana o'tgan statistikani ko'rganimizda 24-yil statistikada 245 nafar vodiydan murojaat qilgan bemorlar shu markazda operatsiya bo'lgan. Xudo xolasa shu bemorlarni endi shu markazlarga borish hojati yo'q. Shu operatsiyalarni o'zimizda yo'lga qo'ydik. Bu operatsiyalarda afzalligi oldingi operatsiyalarga nisbatan kesmaning kichikligi, buni hisobidan kesmaning kichikligidan qon ketish, infeksiya tushib bo'lmaydi. Hamda umurtqaga zarar yetmagan holda umurtqani stabilligi saqlanib qoladi. Bu degani erta reabilitatsiya. Operatsiyaning ertasi kuni yo'q, bemor o'zi harakatlana oladi, yura oladi, sog'lom turmush tarziga qayta oladi. Shu bilan bizning operatsiyamizning yuqori texnologik xususiyatlari shulardan iborat. Haqiqiy jarrohlik san'ati jamoaviylik, aniqlik va yillar davomida to'plangan tajriba mahsuli. Hamdam Sultonovichning amaliy ko'rsatmalari shifoxona jamoasi uchun katta maktab bo'lib xizmat qiladi. Operatsiya muvaffaqiyatli yakunlandi va endi bemorni reabilitatsiya jarayoni kutmoqda. Andijon viloyati travmatologiya va ortopediya shifoxonasi bemorlarga sifatli tibbiy xizmat, shifokorlarga esa o'sish, rivojlanish imkoniyatini taqdim etadi. Biz sog'lik yo'lida birgamiz.